Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir pechga turba tirsak optim joyiga keldim. Sizlarga akalar pechkalarga nechi yangi materialdan bo'lgan mana. Optim joyi mana Samarqanddan akalar kelib yuklab ketishyapti. Mana bu yerda ham yangilari bor. Mana hozir mashinalarga yuklab akalar beylab olib ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Optim narxda hozir ichkarini kirib ko'rsataman. Вообще respekt. Akalar mehnat qilib qo'ygan. Mana bochkalarda bu yerlarda mana zakotovkalar. Bu hali pechkani ichiga qo'yiladigan bolachasi aplika pechkani. Akalar hozir ko'rasizlar. Akalar pechka tirsaklar nechi? Akalar aka normal mehnat qilib, lekin optim narxda ekan. Optim narxda mana bu yoqda turbalari bor. Mana turbalar уже pachka mana. 05 rossiyskiy atsinkovkadan bo'lgan. Уже mana bosib tashlagan, уже sotishni boshlashyapti akalar. Optim narxda. Pechka ochma do'konchi akalar. Mana pechkalar ko'ringlar. Akalar nima deyapti pechkalar? Xohlagan turingizda bor akalar. Bola chag'i usti deysizmi? Mana akalar bu yoqda mana turbalar. Pachka. Akalar men уже shokdaman. Hozir mana bu yerda katyolcha akalarga mana utobletel bilan ichini jivayka, usti atsinkovka, sklavata o'ralgan. Akalar yangi materiallardan chokkilab yasab qo'ygan. Hoppa, mana buni qaranglar. Mashalloh. Akalar mana Optim birinchi qo'l. Akalar pastga videoning ostiga Jahongir akaning nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Shov aka dedi, уже bir oyga qolmasdan dedi, 10-15 kun ichida tugab ketadi. Olganlar olib qoldi dedi. Video ostiga nomer qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqishingiz mumkin. To'liq ma'lumotni Jahongir akamiz olsa. Ko'rishganda ko'rishguncha like bosib obuna bo'lishni unutmanglar.